Hürmetli vatandaşlarım, endeki şeyimizin mavzusu mındak. Amerika matbuatı bir hareket aciz yerden tuttu. Yaki yetim kovurğusdan tuttu. Beijing Prezident Trump'ның eğer muştağa takabül turalmaydı dedi mavzuluk haber. Birinci ayının 18. günü Dovitor beti ilan kılındı. Haber. Mındak başlar. Amerika Koşmuş Ştatları hükümeti yakından beri arkadan Cungo'ga bir qatar dostana bulmagan soda siyaseti kullandı. Amerika matbuatları tahlil qilib mundaq ko'rsatdi. Soda urushi portlagan aman Cungo'ning Amerika'nın hücumuga taqabül turishi tezki to'xtaydi. Universal matbuatlar 1. ayının 18. günü xabar qilib mundaq deyishdi. Amerika Qo'shma Shtatlarının prezidenti Trump mundaq ko'rsatdi. Jungo Amerika'nın aqli mulk huquqini o'g'irlagan bir davlat sifatida tekshirishning bir qismi bo'lib, Amerika hukumati Jungoni intayin zo'r miqdori son bilan jazolashni o'ylashyapti. Bu yerda zo'r miqdor son degan gap ishlatildi, shunga qaragan dollar bo'lishi mumkin. Lekin ochiq son yoki aniq son konkret qo'yilmabdi. Nayt zo'r miqdorda yaqinda Jungoga jazolash yurgizdi yoki jarimani qo'ydi degandek bir ma'noda gap. Prezident Trump 1. ayının 18. günü Reuters agentligi muxbirining ziyoratini qabul qilganda mundaq ko'rsatdi. Qabul qilganda mundaq ko'rsatdi. Mening savdo maslahatchim Gary Cohen mundaq deydi. Jungo Amerika shirkatlarini Jungo bilan hamkorlashib, aqliy mulk huquqidan tang bahramlanishga majburladi. Jungo'da savdo qilganligi uchun bu badalni to'latkizmoqchi bo'ldi. Amerika bu to'g'rida savdo tekshirishni allaqachon boshlab etdi. Cohen mundaq ko'rsatdi. Amerika savdo vakillar ishxonasi dal bu masalani hal qilish to'g'risida tez arada o'ttirga fikr tashlaydi. Savdo urushi to'g'risida New York vaqt gazeti tahlil qilib mundaq ko'rsatdi. Jungo Amerika bilan ikki davlat o'rtasida bo'ladigan savdo urushida qattiq maydon qo'llanishi kerak bo'ldi. Amerika bilan Jungo o'rtasida bo'ladigan savdo urushida Jungo qattiq maydon qo'llanishi kerak bo'ldi. Lekin uning, ya'ni Jungoning kuchi biz ko'rib turgandek uncha bo'la qudratli emas. Bloomberg agentligi xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Jungo taraf hozir Amerikaning davlat zaymini setib elishni osiltishni yoki to'xtatishni o'ylashyapti. Faqat mablag'ni ko'p xillashtirishni maqsad qilyapti. Lekin yana boshqa o'ch elish tadbirlariga o'xshash Amerikaning davlat zaymini setib elishni ostilatishi albatta buning Jungo o'zi badal to'laydi. Yaqinda o'tgan kelishimizda so'zildik. Jungo aldirab tenablataqi Amerika bu siyosatni e'lon qilmay turib, yoki o'tirg'i chiqarmay turib, hozir tayyorlik qilgandek Jungo Amerikaning davlat zaymini setib elishni to'xtatish yoki ostiltishda. Endi bu yerdan New York vaqt gazetasi nima deydi? Agar Jungo mushu usulni qo'llanib taqabül turmoqchi bo'lgan bo'lsa, u vaqt cho'ng badalni o'zi to'laydi. New York vaqt gazetasi tahlil qilib mundaq ko'rsatdi. Bugun Amerika dollari Sovetga pulga ayira boshlash, Sovetga pulga ayira boshlash miqdori tushib ketdi. Bu yerda Sovetga pul degan shu mablag'ga o'zaro pul muomala mablag'iga qatnashgan pullarni ko'zda tutish kerak. Bu ish dollarning xirisga duch kelganligining alomatlarini oshkorlab berdi. Demak, dollar bilan ayrıvaşlash biroz tushib ketdi. Bu dollarning xirisga duch kelganligini oshkorlab berdi.
Beijing Amerika dollarini bozorga chiqarib sotadigan bo'lsa, Beijing Amerika dollarini bozorga chiqarib sotadigan bo'lsa, Amerika dollarining qiymati tushishga boshlaydi. Aynı bu ish Jungo tovar mahsulotlarining xalqaro bozordagi raqobat kuchiga ta'sir ko'rsatdi. Agar Jungo dollarini Amerika dollarini chiqib sotishga boshlasa yoki ostalasa, o halda bu ishning oqibati dollarning qiymati tushadi. Buning bilan Jungoning tashqi savdosida raqobat kuchiga intayin zo'r ta'sir ko'rsatdi. Dollarni bozorga chiqarib sotib etishga to'laydigan badal nihoyatda keng doiralik bir masalani aks ettirib berdi. Ya'ni Amerikaning tamoyna beji qo'yishidan yoshurun o'ch elish jihatda Jungoning tanlashi ko'p bo'lsa-mu, lekin buning ichida yaxshi bir tanlash yo'q. Mesela hozir Amerika o'ch elish bilan baş qo'ydi deydi. Hozir New York vaqtga taxokun yetib kelmadi bu. Agar shunday qildigan bo'lsa, Jungo bu yo'l qaysi yo'l bilan qarishtirdi. Buning uchun tanlash intayin ko'p deydi. Jungo tanlab olalaydi. Lekin buning ichida yarig'idek bir tanlash yo'q yoki yaxshi tanlash yo'q. Maqolda mundaq ko'rsatildi. Prezident Trump hukumati yaqinda o'tirg'i chiqargan po'lat temir mahsulotlari, alyumin birikmasi ve aqliy mulk huquqi to'g'risidagi dokladlar bo'yicha tamoyna beji olganda Beijing taraf belki o'ch oladi. O'tganki tajribalarga asoslanganda bu balki unda qilsang men bunda qilaman deganlik bo'lar. Maqolaning eng oxirida bundaq ko'rsatildi. Eng og'ir tarafi Jungo savdo qilayotgan Amerika shirkatlariga g'ayri normal parakandchilik selishi bo'lishi mumkin. Mesela savdo munosib savdo urushi boshlaydigan bo'lsa, buning uchun Jungo o'ch elish uchun boshqa yo'llarni, vositalarni tanlab olgandan boshqa, hozir Jungoda savdo qilayotgan Amerika shirkatliga parakandchilik selishi mumkin. Jungo matbuotlari allaqachon Alma shirkatiga, Boeing shirkati qatorliq shirkatlarga zarba berish taklifini o'tirib qo'ydi. Amerika Jungo o'tirib savdo urushi boshlansa, hozir Jungo matbuotlari Boeing shirkatiga ve Alma shirkatiga zarba berish to'g'risida takliflarni o'tirib qo'ydi. Yuqori darajada boshqarish ve mablag' solg'uvchilarga nisbatan aytganda bu besam bak azab bo'lsin. Lekin bu bir misol yoki tamsil, dal musha tamsil Beijingning qattiq tizginlishi, ya'ni Amerika shirkatlarini parakanda qilib qattiq tizginlishi onun acizligini oshkorlab berdi. Prezident Trumpning bir jumla so'zi Jungoga haqiqatan harakat qo'llanadiganligidan bishorat berdi. Mavzuli xabar 1-oyning 17-kuni, ya'ni shu Dovyet orbitida bu oxirgi xabar. Nima, shu so'zlayotganligimizning oxiri, endi buning davomini keyingi leksimizda anglaysiz vatandosh.